afternoon, guys. Bugun bitta dars ko'rib olamiz. Bugungi mavzuyimiz can. Tarjimasi qila olmoq. Tarjimasi qila olmoq deb biz tarjima qilamiz. Sizcha razmerini kattalashtirib kichrayib ketibdi. Ko'rishlarim mumkin. Asosan biz canni qachon ishlatamiz? Biror narsani qila olish qobiliyatingizni aytish uchun. Misol beramiz. Misol I can speak English yoki I can run fast. Men ingliz tilida gapira olaman, qila olaman deyapman yoki men tez yugura olaman, xuddi shunaqa. Endi buni formulasi bor, ya'ni structure. Bir boshdan yozib ketamiz. Birinchi positive. Bu darak. Tarjimasi darak gap shunchaki inkor so'roq bo'lmagan gaplarimiz darak hisoblanadi. Bunga pul hisob qo'yamiz. Ketdi. Subject plus can plus verb 1 2 plus object. Mana hozir subject burada ega. Gapda egasi men, u, biz, ular yoki birorta shaxs ismi bo'lishi mumkin, o'sha ega hisoblanadi. O'rtasiga can da qo'yamiz, undan keyin verb qo'yamiz. Verbning birinchi shakli. O'shanda ham o'tib beraman bundan keyingi mavzularda. Keyin object degani bu to'ldiruvchi. Endi bunga misol beramiz. Misol subjectga endi o'zim olaman. I can. Endi verb qo'yaman. Moq, o'shanaqa moq qo'shilsa shu fe'l bo'ladi. Misol mana speak Russian deylik. Russian. Mana ko'rsatishim mumkin. Men rus tilida gapira olaman. Yana bitta misol beramiz. She can. Mana ketaveradi. Hamma subjectimizga faqat can ishlatamiz. She can verb qo'yamiz. Play the piano. Play the piano. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ikkinchi misol. Pozitivni belgilaymiz. Endi negativ shakli. Negativ inkor. Gapingizni inkor qiladi. Misol, men koreys tilida gaplasha olmasligim mumkin yoki ispan tilida yoki men tez yugura olmasligim yoki men suzishni bilmasligim mumkin. Ya'ni suza olmasligim mumkin. Qani yozib ko'ramiz. Birinchi formulasini yozamiz. Subject plus can plus endi not qo'shamiz. Yana plus verb birinchi shakli. Verb 1, verb 2, verb 3 ni o'tib beraman. Bu ham qiziq mavzu. Hozir shunchaki fokusinglarni can'ga qaratamiz. Keyin object. Object to'ldiruvchi, gapni to'ldirib beradi. Mana misol I can speak. Bu oddiy pozitiv gap. Russian'da qo'shganimiz bu objectimiz hisoblanadi. Endi bunga I can not swim. I cannot swim. Mana
man so'za olmayman. Yoki he can qisqartmasini ko'ringlar mana. Deb bo'lib qisqaradi. O tushib qolib, o'rtasiga tutuq belgi qo'shiladi. She can't run fast. Run fast. U tez yugura olmaydi yoki she cannot run in the morning. U ertalabdan yugura olmaydi. Misol, shunday o'rgatishadi-ku, ertalab shug'ullanadiganlar mabodo do'sti bo'lsa, o'rgatsa, u ertalabdan yugura olmaydi. Bu misol. Endi savol shakli biror insonga siz shuni qila olasanmi deb savol bersangiz, qanday bo'ladi? Buni ham ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Birinchi bo'lib can oldiga chiqadi. Can subject, can yana verb 1 plus object to'ldiruvchi ikkinchi so'roq. Misol beramiz. Can you help me? Can you help me? Me matta object bo'lyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Can tushdi. Egani qo'ydik. Verb birinchi shakli hech qanaqa ing form ed degan narsa olmadi. Ed degani edi qo'shimchasini olmadi. Faqat verbning birinchi shakli object me bo'lyapti. Menga yordam bera olasanmi? Can you help me? Question. Hozir meni chaqirib qolishdi. Just a minute, guys. Chatga qaytamiz. Question bu savol shakli. Buni ham sari qo'yamiz, ajralib tursin. Ko'rishlaring mumkin bu formulasi. Bunga misol, yana bitta misol berib tushunasizlar. Can you speak English? Ingliz tilida gapira olasanmi? Tarjimasi. Endi xuddi shuni qaranglar. O'tgan zamonda shuni qila olarmiding? O'tgan zamonda men bunaqa qilalardim yoki u bunaqa qilalardi, bunaqa qila olmasdi demoqchi bo'lsangiz, endi canni o'tgan zamon shakli bor, shuni ko'rib chiqamiz. Could. Buni tarjimasi bu ham qila olmoq, faqat o'tgan zamonda ishlatamiz. Qila olgan deb qo'ying. Bir narsani o'tgan zamonda qila olgan. Bunga formulasi xuddi shunaqa bo'ladi. Can bilan bir xil, faqat mana can o'rniga could qo'yib qo'ysak bo'ldi. Faqat darak shaklini yozib beraman. Ag'ini o'zlaring yozib olasizlar. Could plus verb plus object. Mana ketdi. I could swim. I could swim when I could swim when I was 5 years old. 5 years
old. Men 5 yoshimda turmushni bilmaganman. Bu shunchaki misol. Men qachonki men 5 yosh bo'lganimda men suza olardim. O'sha yoshligimda suza olardim deyapti tarjimasi. Bu shunchaki murakkab grammatika bo'lib ketdi. Oddiyroq qilaylik-da. He could run fast. Mana, u tez yugura olardi. Endi qanchaligini yozmoqchi bo'lsangiz, when da qo'yib turib, uni yoshini yozib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana xuddi shunga o'xshatib. Bu sodda, bo'yicha qiyinroq grammatika bo'ldi. Mana guys, could, can bildilaring. Tarjimasi biror narsani qila olish, bajara olish tarjimasini beradi. Darsim yoqqan bo'lsa, thank you for your attention. Bye.